Namangan Me'moriylik fakulteti 2023 guruh talabasi Shavkat Farruh bo'laman. Bugungi mustaqilligimiz uchun bajariladigan ishlarimiz uchun laboratoriya stendi kerak bo'ladi va lazer, transformator va ko'zsiz quvvat samaradorligini aniqlash uchun bugungi mavzuyimiz 3 fazali 2 cho'lg'amli transformatorni quvvat 3 burchagini ko'rish. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mana multimetrlarimiz, ampermetr va voltmetrda ularni tayyorlangan holatda turibdi. Lazerni o'sha olamiz. Multimetr va ampermetr va voltmetrlarimiz ishlamoqda va quvvat cho'chagi olamiz. Shundagi olingan natijalarimizni yozib olamiz va hisob-kitob qilamiz.